Anime Telegram'dagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ho, qanday nostalgik, jang maydonidan yaxshiroq havo yo'q. Dalmatiya. Inferno! 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 Bunga qarang. Kainsama, Buni bilaman. Mana shu tarafda. O'sha yerda. To'g'rimi? seni kutyapman. Koreyalarning izdoshi. O'yin allaqachon boshlangan. Aron. Kainsama. Men bularni hal qila olaman. Boshliqning orqasidan borishingiz mumkin. Set. Buni uddalay olasanmi? Ha. Qo'l ostimdagilarni chaqiraman. Lekin o'rmonni bir qismini yo'qotishimiz mumkin. Qarshi emasmisiz? Biroz bo'lsa mayli. Lekin faqat oshirib yuborma. Qo'ysangizchi, shunday qila olarmidim. Senga ishonaman. Va biz ham boramiz. Ortimdan Dalmatiya. Xo'p. Tezroq! Birortasi ham shaharga yaqinlashmasin. Tushundingizmi? Qo'y, qancha maxluqlar bor. Har soniyada yanada ko'proq paydo bo'lyapti va ular juda ham ko'p. Xavfli. Men o'rmonga boraman. Qo'y, nima deyapsan? Lekin Kain, qanchalik kuchli bo'lmasin, u yerda qancha yirtqich hayvon borligini bilmaymiz. Hattoki men ham bir marta bo'lsa ham uni ustozdek harakat qilishni xohlayman. Men ham boraman. Nina, Singlim qancha beparvo bo'lishi mumkin? Sen bilan birga borishdan boshqa ilojim yo'q. Qarshi emassan-a? bilasan-ku, bunday emas. Ketdik, shilliq qurt. Ha! Biz maxluqlarni o'rmonning o'zida to'xtatamiz. Biz ketyapmiz, maxluqlar. Chaqirish, meni sodiq fuqarolarim. Siz uchun nima qila olamiz? Zulmat shahzodasi 4 samoviy shohni chaqirishi noodatiy. Bunga nima sabab bo'ldi? Bu nima? Bir do'stim mendan yordam so'radi. Bularni men uchun nazorat qila olasizmi? Do'stingiz sizdan so'radimi? Zulmat shahzodasidan nimadir so'rash uchun do'st qanchalik buyuk bo'lish kerak? Barchangizni yana ko'rganimdan xursandman. Lord Dalmatiya! Afsonaviy iblis generali. Buyuk general Dalmatiya! Nega bu yerdasiz? Mendan ham Lord Setni do'sti, ya'ni u bilan shartnoma tuzgan kishi buni so'radi. Nima? Lord Set bilan kimdir shartnoma tuzdimi? Va o'sha odam sizdan ham yordam so'radimi? Bu odam kim? Ha, buyuk yarim ma'bud, ma'budlar tomonidan tanlangan do'st. Zulmat shahzodasi ma'budlar tanlagan odam bilan shartnoma tuzdimi? Hammasini keyinroq tushuntirib beraman. Eng muhimi, tanlangan odam menga bu joyni himoya qilishni buyurdi. Bu degani yana qanday tanlovimiz bor? To'g'ri.
Ularni oxiri umuman yo'qqa o'xshaydi. Inferno! 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 Demak bu sen. Sen meni do'stlarimni juda yoqtirib qolganga o'xshaysan. Qariyalarning itidan bundan kamini kutmagan edim. Bu yerga men kutganimdan tezroq yetib kelding. Bu sensan, to'g'rimi? Bu hujumni boshlagan odam sensan. Qora ejderho. Yo'q. Sobiq o'yin kulgu ma'budi Aaron. Afsuski, meni faqat bir qismim qayta tiklandi. Bu narsani jasadini vaqtinchalik olib turishga majbur bo'lganimdan g'azabdaman. Aaron, yirtqich hayvonlarni to'xtat. Lekin u meni baribir aytganimni qilmasa kerak. Senga nima dedim? Bu barcha odamlarni yirtqich hayvonlar yutib yuborishini ko'rish uchun o'yin. Va sen mendan buni to'xtatishni so'rayapsanmi? Sen qanday qiziqarlisan? Aaron, endi do'stlarning qanchaga chiday olishini tomosha qilamiz. Hoy! Odamlar havoda uchib yuribdi. Hoy, hozir hazillar ko'ngilga sig'maydi. Bu hazilmas. Ana, o'zing qara. Nima o'sha odamlar? Ular maxluqlarga qarshi jang qilishyapti. Demak, ular biz tomondami? Menimcha ular Kainni do'stlari. Ha, albatta. Lord Set, ular juda ham ko'p. Iloji boricha ko'proq yo'q qiling. Xo'p. Qolganini odamlarga qo'yib beramiz. Tushunarli. Ular hisoblab bo'lmas darajada ko'p. Vaqtni bekorga o'tkazmasligimiz kerak. Oldindagilarni biz olamiz. Mana ular. Bu g'azablantiradi. Bu ko'zlar, seni ko'zlaring. Ular menga muhr bosgan odamlarning ko'zlari bilan bir xil. Onam bilan. Otamni aytyapsanmi? Seni azobingni ko'ra olaman deb o'ylamagandim. Lekin qochish uchun endi juda kech. O'lib ket! Maxluqlar, uni zarbasi ularga tegdi. Inferno! Tegdimi? Kutganimdek. Hali to'liq kuchga ega emasman, lekin shunday sehr menga ta'sir qiladi deb o'yladingmi? Unday bo'lsa ko'proq sehr ishlataman. Bunga vaqting yetarmikan? Havo shamshiri, muzli bo'ron. Bu qachongacha davom etadi? Bilmayman. Meni bilganim, hammasi tugagach biz juda mazali ichimlik ichamiz. Bu safarga ruxsat beraman. Kutolmayman. Kutolmayman. Kain bilan birgalikda ichishda. Yana qancha? Qiziq, yana qancha davom eta olasan? Chaqirish, Haku, Gin. Qochishni bas qil. Yo'limdan qoch. Haku! Jenursan, bu yana qancha davom etadi? Bu ketishdi. Meni tanamda sehr qolmadi. Qimirlay olmayman. Cloud! Bizdan xavotir olma, ortga chekin. Ovozingni o'chir. Odam faqat bir marta yashaydi. Undan voz kechishga unchalik shoshilma. Azizim. Baribir.
Chindan ham bu qachongacha davom etadi? Biz buni aka. Nina. Aka, aka. Hamma yaxshimi? Siz shu vaqtgacha yirtqich hayvonlarni shu yerda ushlab turdingiz. Minnatdorman. Kuchlar shu yerda. Shahar mudofaasi mustahkam. Shu vaqtdan boshlab men Tifana. Oldingi chiziqni himoya qilaman. Minnatdorman. Lekin buni yolg'iz qilishingizga ruxsat bermayman. Agar himoya qilish kerak bo'lsa, hammamiz birgalikda qilamiz. Meni bir do'stim shunday derdi. Haku, gin! Ayanchli ko'rinma! Haku, gin! Ovozingni o'chir, bu narsa zerikarli. Zerikarli? Zerikarlimi? Agar kimdir seni do'sting bo'lsa, uni himoya qilasan. Agar kimnidir sevsang, uni himoya qilasan. Buni qaysi qismi zerikarli bo'lishi mumkin? Jam bo'l, qariyalarni ita. Mabutlarning bunga aloqasi yo'q. Men shunchaki ularni hammasi tabassum qilishini xohlayman xolos. Kuchni oshirish. Bu yorug'li bo'lishi mumkin emas. O'sha paytdagi bilan bir xil. Muqaddas qudrat. Hammani himoya qil. O'lib ket. Bu nima yorug'lik? Bu nima o'zi? Mabutlar! Men hammalarini, tabassumlarni himoya qilaman. Dada, oyi! Menga ko'proq kuch bering! Nima, Hakugin, men hozir juda bandman. Dahshatli. To'g'ri, juda dahshatli. Biz nima bo'lganini ko'rish uchun kelgandik. Lekin bu kerakmidi? Mabutlar tanlaganmi yoki yo'qmi? Nima qilish kerak va nima qilmaslik kerakligini o'rganishingiz kerak. Lekin qora ajdarho Tanlangan. Qora ajdarhoni ko'ryapsizmi? Bizga bunday qaramang. Demak, hujum! Yirtqich hayvonlar o'rmonga qochib ketishdi va shahar endi xavfsiz. Shahardagi barcha odam qutqarildi. Hujum esa tugadi. Siz sababli tanlangan. Kayn! Kayn! Qadrlarim! Kayn! Men ularni tabassumlarini himoya qildim. Shu yerda, shu dunyoda men odamlarga yordam bera olaman. Qanday ajoyib. Mabutlar bizga qanday ajoyib tanlanganni yubordi. Lekin u yaxshi tanlangan. Siz mutlaqo haqsiz. U yaxshi tanlangan. Bu haqiqat. Kayn! Osmonga ko'tarilgan nur ustuni. Bu nima edi? Hatto poytaxtda ham ko'rinib turganini aytishdi. Bu sen eding, to'g'rimi? Haligi men o'rmonda qora ajdarho bilan jang qildim va afsun qilgan edim. Ba'zilar bu yorug'lik ustunining yorqinligidan mabutlar yerga tushishga qaror qilishibdi deb noto'g'ri ishonishdi. Uzr so'rayman. O'rta darajadagi sehr yetarli emas edi. Shuning uchun imperator darajasidan foydalandim. Imperator? Kayn, g'ayrioddiy kuchli sehrdan foydalanma. Men senga o'zingni tiygin deb qayta aytmaganmidim? Uzr so'rayman. Shuningdek, o'rmon tepasida havoda sehrli afsun qilayotgan odam ko'rindi. Bu yana kim edi? Zulmat shahzodasi. Zulmat shahzodasini yordamga chaqirgandim. Zulmat shahzodasini yordamga?
Magna, men juda charchadim. Kayin baribir Telestiyaga uylanadi. Hozirni o'zida taxtni unga topshirsam bo'lmaydimi? Yo'q, bunday qila olmaysiz. Lekin Kayinga nimadir berishim kerak. Ya'ni domen demoqchimisiz? Ha, to'g'ri. Jasorating uchun mukofot sifatida va Telestiyamni kelajagi uchun men senga o'zingni shaharingni beraman. Kain von Silford. Zot oliylari. Men senga Zodagon unvoni va Dorinthold shahrini beraman. Bundan buyon Kain von Silford Dorinthold bo'lasan va qirollikka xizmat qilasan. Kamtarlik bilan qabul qilaman. Esford qirolligini gullab yashnashi uchun men o'zimni ushbu shaharni boshqarishga to'liq bag'ishlayman. Nima? Dorintholdmi? Nima, chindan ham Dorintholdmi? Qadrli yerim. Nima? Muammo nimada? U yerni sarguzashtchilar gildiyasidagi zo'ravonlar boshqaradi. Bu shaharga son sanoqsiz zodagonlar qo'yildi, ammo ularning hammasi qochib ketdi. Nima, meni o'sha Dorintholdga jo'natishyaptimi? Bu shafqatsizlik. Men dadamga e'tiroz bildiraman. Bir daqiqa. Lekin men aslida qandaydir hayajondaman. Demak, men yangi shaharcha qurishim kerak, to'g'rimi? Hamma tabassum qila oladigan yangi shaharcha. Kayin-kun, Kayin-sama, qadrli yerim. Kelinglar uni birgalikda quramiz. Albatta, biz ajoyib shaharcha quramiz. Lekin Kayin-kun, Faqat oshirib yubormang. Yaxshi, kanalga Dorintholdga. Nima? Siz darajali avantyuristmisiz? Dorintholdga xush kelibsiz. Marhamat qiling, janob. Va unga nima bo'ldi? Kayin-sama Dorintholdga yetib borgach, avantyuristlar gildiyasi tomonidan xush kelibsiz bahonasida hujumga uchradi. Unda bunga chap beringlar. Qani? Arena qattiq shikastlangan. Va keyinroq mushuk dam olish joyida. Bugun arenaga nima bo'lganini eshitdingmi? Ha, eshitdim. Eshitishim bo'yicha kumush sochli bola bir necha yigitlarni. Ahvolingiz yaxshimi, janob? Voy, shalpang quloq, tezroq harakat qil. Kelyapman. Nimaga buncha uzoq? Bunday qilmasing kerak edi. Uni jahli chiqib, sarguzashtchilarni birin-ketin tashqariga uloqtirdi va buni oxirida esa Nima? Uni hibsga olishdimi? Ha, to'g'ri. Dorinthold shunchalik darajada yomon. Meni hibsga olishganda ham, to'g'risini aytsam, bunga ishonmadim. Kayin-sama, iltimos menga yordam bering. Nima bo'ldi, Set? Uni shohlari bor, bu degani u zulmat shahzodasimi? Lekin u anchagina xafa ko'rinadi. Kayin-sama, xotinim xiyonatimni bilib qolib, qal'adan haydab yubordi. Va sen men oldimga keldingmi? Shunday qilib, mana qayerda ekansan? Lefani. Buni qilish orqali yuzaga kelgan muammoni tushunmayapsanmi? Tanishganimdan xursandman. Men Lefani von Dalshteinman. Erimni qilgan ishi uchun kechirim so'rayman. Go'zal, ajoyib. Tanishganimdan xursandman. Men Kain von Silford Dorintholdman. Kayin-sama, erimdan keyinroq tushuntirish olishim mumkin. To'g'ridan to'g'ri so'rashga ruxsat bering. Erkak sifatida u haqida qanday fikrdasiz? Bu kechirib bo'lmas. Albatta shundayda. Bunday betakror ayolga ega bo'lganingda qanday qilib boshqa ayol haqida o'ylashing mumkin? Nima, meni betakror deyapsizmi? Menga turmushga chiqmagunicha u juda shirin qiz edi. Siz ham ehtiyot bo'ling, Kayin-sama. Turmush qurgandan keyin ayollar o'zgaradi. Set-sama, menimcha unga xiyonat qilganingizdan keyin bunday gapirmasligingiz kerak. Ishonchim komilki, siz unga uylanishingizdan avval har xil shirin so'zlarni aytgansiz, shunday emasmi? Ha, to'g'ri. Xuddi men ko'rgan yagona odamsan kabi va men seni abadiy qadrlayman degansiz. Bu qasamlaringizga xiyonat qilganingizdan so'ng buni kechirib bo'lmaydi. Nimaga o'zimni bunday his qilyapman? Bu yerda xiyonat qilgan odam men emasman.
Qanday yengillik. Men shuncha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan hamma narsani aytdingiz. Voy Kain-sama, agar siz bu qizlarni yig'latadigan biror narsa qilsangiz, nima bo'lishini bilasiz, to'g'rimi? Ha. Endi esa azizim, men bilan uyga qaytasan. Nima, mumkinmi? Faqat bir marta va faqat hamma tomosha qilayotgani uchun. Mayli, hammaga xayr. Bizga yana tashrif buyuring. Keyingi safar joyga munosib taklifnoma yuboramiz. Kain-sama, oshirib yubormaslikka harakat qiling. Lekin keyin Kain-sama nima qildi? Cherkovga bostirib kirib, soliq ko'pligidan shikoyat qildi. Cherkovga bostirib kirdimi? Gildiya va yer osti gildiyasi zulmat niqobi ostida ruhoniyga hujum qilgani kelganda, u allaqachon o'sha yerda edi va ularni osonlikcha qaytardi. U shunchalik uzoqqa bordimi? Yo'q. Kain-sama bundan ham uzoqroq ishlarni qildi. U devor qurdi. Devor? Hammasi joyidami? Ha, albatta. Unga kerak bo'ladigan narsalar hali juda ko'p. Ammo qadrli erim, Kain-kun, bu qala otamnikidan ham ta'sirliroq. Mana shu narsa oshirib yuborish emasmi? Kain! Kain-sama. Oshirib yubordimmi? Ha, o'zi nima uchun kerak? Chunki men o'tmishdagi barcha xotiralarim bilan bu dunyoda qayta tug'ildim va barcha ma'budlardan 10-darajali himoyani olgan zodagonga aylandim. Ammo yaxshisi, bu hikoyani keyingi safar aytib beraman. Oxirida ham joyi bor. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. その意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ翻弄される僕見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた七色の絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき意味を見つけたよ持て余してたその想いその割だけが君に届けよう Kain-sama. Kechirasiz. Men chindan ham afsusdaman. Ovoz berdi Bet Bro. Animeni tomosha qilganingiz uchun rahmat.